Sardor hoji akam bilan ukam bilan hammamiz bitta joyda yashash imkoniyati bor xonadonlardan bo'lsa aytingdingiz. Juda ham chiroyli lokasiyaga kelganmiz. Toshkent tumani Toshmi postidan 208 km ichkariga kirganingizda Inst degan joyda juda ham ko'rkam belosnejniy oppoq xonadon sizga muntazir. Xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Bu xonadonimiz Tarsoyga joylashgan. Buni narxini $169,000 evaziga pat ключ 6 ta xona 3 ta sanuzulga ega bo'lgan xonadonimizni sotuvini oldik. Buni orqa tarafida $153,000 evaziga yana bitta xonadonimiz bor. Buni akasi yoki ukasi $159,000 evaziga olishingiz mumkin. Xonadonning planirovkasini tushuntiradigan bo'lsam, juda ham chiroyli holatda bitkazib qo'yilgan. Darvozaxonadan kirishingiz bilan bitta mashina qo'yishga joy. Bu yoqda hojatxona, yonida letniy oshxonani ko'rishingiz mumkin. Ichkariga qadam ranjida qiladigan bo'lsa, kirishingiz bilan juda ham ko'rkam oppoqqina belosnejniy xonadon sizga kulib boqtiribdi. Kirishingiz bilan kattagina xo'lga ko'zingiz tushadi. Uning yonida bitta xonamiz bor. Yana bitta oshxona. Pastki qavatimizda ikkita xonani ko'rishingiz mumkin, bitta sanuzul. Tepa qavatga sizlar bilan chiqa boshlasak, devorlarimiz atechentadan chiqarib qo'yilgan. Juda ham chiroyli xonadon. Tepada 3 ta spalni, bitta zal, bitta sanuzulga ko'zinglar tushadi. Xonadonimizni ko'rdingiz. Xonadon kirishingiz bilan sizga juda ham kulib boqtirgan xonadonimiz sizga muntazir. Raqamligisini qoldirib qo'yaman, qo'ng'iroq qilib barakasini qilib o'z xonadoningizga ega bo'lishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.